Zapis boshlandi, zapis ketdi. Bugungi darsimiz sizlar bilan o'zgaruvchilar, ya'ni inglizchasini aytadigan bo'lsak, variable mavzusini o'tamiz. Buning uchun biz avval Visual Code'a kirgandan so'ng yangi papkasi boshlashimiz kerak. Ya'ni kodimizni har doim bir joyga yozib qo'yishimiz kerak. Kerak bo'lsa sana yozib qo'ysak, qachon qaysi mavzu o'tilganini bilib olamiz, to'g'rimi? Bilaman, yo'q, prosta har darsda boshqa narsa olmayman bir. Fayl bosamiz, open folder bosamiz. Bu atabek uchun повторение har darsda. Keyin qaranglar, men sizlarga yangi guruhlar uchun bir yangi papka chamaydi. Back and on deyman. On. Sozat qilaman. Ochildi va открытый bosaman. Menda backend on ochildi va bu yerga kelib turib, bugun qancha sana? 9 mi? Men iyul 09 deyman. Nokta pay deyman. Bo'ladimi? Okey. Endi bizda ozgina leksiya bor, ya'ni tushuntirish. O'zgaruvchi o'zi nov maqsadda ishlatiladi bu narsa. Pythonda nechik ahamiyatga ega. Biza Pythonda surishtirishni boshlar ekanmiz, o'zgaruvchini har darsda, har proyektimizda, har kodimizda albatta ishlatamiz bu narsani. Doim ko'p ishlatamiz, qaranglar. O'zgaruvchi bu kompyuter xotirasida ma'lum bir qiymatni saqlash uchun ajratilgan joy. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, o'zgaruvchi quti ichidagi narsani esa qiymat deb tasavvur qilsak bo'ladi. Masalan, qaranglar bu yerda. Master bedroom, kids room, dishes, kitchen va hokazo, to'g'rimi? To'ysdan nodan atabek? Noyan, to'ysdan o'yinchoqlar. Bo'ladimi? Qaranglar, masalan, men shu to'ys, to'g'rimi? To'ysdan qutini ko'tardim. To'ysdan qutini ko'tarayotdim, qutining ichidagi mahsulot ham men bilan birga ko'tariladi. Men to'ysni olib turib shkafga qo'ydim. Ichidagi mahsulot ham shkafda turdimi? Xuddi shunday bizning o'zgaruvchilarimiz ham shunday bo'ladi. Ava, qaranglar, o'zgaruvchini xohlagan nom bilan atashim mumkin, yoki xohlagan to'ys deyman. Teng deyman. Va menga xohlagan bir o'yinchoq emas mumkin. Nechta o'yinchoq bilasizlar? Masalan, car, bo'ladimi? Mashina. To'g'rimi? Endi qara, men xohlagan yerimda, xohlagan vaqtim print orqali mana ma'lumotini ko'rish mumkin. Print deyman, endi nima deyman? Toys. Ya'ni bu o'zgaruvchimni yozaman beradi. Va men buni qora ekranda, ya'ni terminalda ko'rishim mumkin javobini. To'g'rimi? Demak, car deb chiqarib berdi. Men o'zgaruvchini oldindan murojaat qildim, lekin menga qiymatini chiqarib berdi. Yetib bordimi? Qut ham shunday. Men bu to'ysni ko'tarib yuraveraman, lekin menga to'ysni so'z emas, uning ichidagi qiymati keladi har doim. Yetib bordimi? Okey. Endi qaranglar. Bitta sizlarga bir ikki primer ko'rsatib qo'ydi. Ism yuklagan bizam deb bilamiz. Men bularni har doim kommentar olib qo'yaman, ishlatib bo'ldim, to'g'rimi? Menga kerakmidi. Kommentar olishlamadi, Ctrl / har doim kommentar olishga odatlaninglar. Yana biz iloji inglizcha kod yozishga harakat etamiz. Ism bilan name, to'g'rimi? Name yuklaymiz Amirxonni. Endi yoshni ham noda atabek Do'ratdan age. Age ni yuklaymiz, yoshimizni yuklaymiz. Va biz buni xohlagancha, xohlagan yerimizda print etishimiz mumkin. Name print age. Va buni bossam, meni ma'lumotlarim chiqib turibdi bu yerda. To'g'rimi? Demak, hammasi ishlab turibdi bu yerda, zo'r. Va qaranglar, biz o'zgaruvchilarni variable deb atashamiz ham aytib o'tdik bu yerda. Ha, endi mana qaranglar. O'zgaruvchilar biz shu yerda o'rganishimiz kerak-da. Masalan, men shu neni boshlayapman-da. Nomi teng Amirxon. Nomi teng Amirxon. Oddiy misol. Masalan, men shu name degan so'zni hozir 4 xil ko'rinishda yozdim, to'g'rimi? O'zgaruvchida 4 xil o'zgaruvchi hisoblanadi. Tushunarlimi? 4 xil o'zgaruvchi. Ya'ni biz bir qarashda o'qishda hammasini name deb o'qishimiz mumkin, lekin
Python mana 4sini 4 xil o'zgaruvchi deb qabul qiladi. Tushunarlimi? Yetib bordimi? Görüşmemiz mümkün. Print. Name. Basamiz 4sini 4 xil qilib chiqarib beradi menga. Yetib bordimi? Demak, o'quvchi bir xil bo'lishi mumkin, lekin katta kichik ham farq qiladi. Endi sizlarga savol beraman. Eng oxirida yana name deb yozaman. Bu safar mana nom chiqarib beradi. Amirxonimi, Atabekimi? Ikkisi ham bir xil, to'g'rimi? Qaranglar. Bu name bilan ikkisi bir xilmi? Katta kichik ham. Qaysi chiqadi menda? Atabekmi, Amirxonmi? Atabek chiqadi. Sabab nima uchun? Python dasturlashtiruvchi yuqoridan pastga qarab kodlar o'qiydi-da. Ya'ni yuqoridan pastga qarab o'qiydi va eng oxirgi o'zgaruvchining qiymati nima bo'lsa, shuni chiqarib beradi bizlarga. Ko'rishasizmi? Bizda Atabek chiqdi endi bu yerda. Tushunarlimi? Ekran tushundingmi? Demak, eng oxirgi qiymatimizni oladi ekan bu yerda. Endi o'zgaruvchilarni nomlash, o'zgaruvchilarni qanday nomlab bo'lmaydi? O'zgaruvchilarni hech qachon ikki pastajcha bilan, ya'ni pastajcha bilan boshlash kerak dedi. Endi qaranglar, pastajcha bilan qachon foydalanamiz biz? Ko'pincha ikki so'zdan ikki jumladan iborat bo'lsa, masalan full name degan so'z bormi? Full pastajcha name desangiz bo'laveradi. Bu to'g'ri. Tushunarlimi? Endi qaranglar, pastajcha ruxsat ekan, pastajcha ishlasak bo'ladi. Lekin nomi mumkin emas. Biza son bilan boshlab o'zgaruvchi olishimiz mumkin emas. Tushunarlimi? Ko'rishingiz mumkin, son bilan boshlansa bizga ошибка beradi bu narsa. Bu xatolik hisoblanadi. O'zgaruvchilarni son bilan boshlash mumkin emas ekan. Bo'ldi, bir qoida shu. Keyin son bilan boshlash deyimizki, har xil imzolar bor-ku, slash, nuqta, boshqalar ashulalar bilan boshlash mumkin emas. Yetib bordimi? Bu yerda qoida berilgan. Shu qoidani o'qib olsangiz bo'ladi. Ism va ism uchtasi turli xil o'zgaruvchilar bas qildi. Ya'ni qaytib bergan narsani isbotlab berganim. Endi qaranglar, o'zgaruvchilarni yana qanday nomlar bilan atash mumkin emas. Bu yerda 3 so'zlar berilgan. True, non, true, false, and, as va hokazo. Shular bilan o'zgaruvchi olib bo'lmaydi. Ya'ni men bu yerga yaldirib false deb turib, ya'ni false deb turib, bu yerga tak Atabek deb bilinman. Print false deyman. Qaranglar. O'zi ko'rishingiz mumkin, oldin yozgandan rangi bilan ajratib chiqdi, ko'rdingizmi? Rangi boshqacha mahir. Ya'ni Python funksiyasi ekanligini bildiradi. Syntaxis error cannot assign to false dedi. Ya'ni murattab bog'lanib bo'lmaydi dedi print bilan dedi. Tushunarlimi? Shular bilan o'zgaruvchi olib bo'lmas ekan, bularni yodlab qo'yish shart emas. O'sha dars davomida biz o'taveramiz. Biz shu vajadan foydalandikmi? Demak, sizlar Python funksiyasi ekanligini bilasizlar va bulardan o'zgaruvchi olmaysizlar deb umiddaman. Endi qaranglar, string va unicode dedi. String va unicode. Ya'ni aytchakki bizlar qaranglar. Biza har xil emojilardan foydalanamiz, to'g'rimi? Telegramda bir-birimiz berganda. Emoji bor, gif bor, sticker bor. Sticker bilasizlar, anonchiki nima narsa u sticker? Bilasizlarmi sticker? Biz backend o'rnab ochgan ekanmiz. Tak bu gruppani format qilib tashlab qo'yamiz sizlarga bo'lsa. Masalan, shu grupp bo'ladimi? Men yubaraman aslar qaranglar. Yurib qolingizlar. Bu narsa sticker hisoblanadi. Bu narsa GIF hisoblanadi. Bu narsa esa bu emoji hisoblanadi shu narsa. Biz shu emojilardan foydalanishimiz mumkin kod ichida. Tushunarlimi? Ya'ni biz faqatgina shundan foydalanib bilamiz, bularni kodimiz orasida ishlatib bilmaymiz.
Tushunarlimi? Endi qaranglar. Shuni aytchakki edi, qaranglar. Assalomu alaykum deb turib, masalan bir stiker qo'yacakmiz. Emoji qo'yacakmiz. Ctrl A, Ctrl X. Ctrl X navadi kesib oladi. Ctrl B qilib qo'yaman. Va buni ishlatsam, ko'rishingiz mumkin, menda stiker bilan birga keldi, to'g'rimi? Emoji bilan birga keldi. Endi e'tibor beringlar. Men bir o'zgartirish olaman. A teng buni qo'yaman. Buni uchun chiqarib bermadi menga? Ne uchun? Yetishmaydi bu to'g'ri chiqish uchun, ekran chiqish uchun. Qo'shnoqning ichida yashmaydi, to'g'rimi? Sabab ne uchun buni qo'shnoq ichida yashmaydi? Demak, undan kelib chiqadiki, Unicode ya'ni shu stikerlarimiz ham hammasi matn hisoblanadi ekan. Ya'ni int son ham girmaydi bu, float ham girmaydi, boolean ham girmaydi, faqatgina string type'ida ekan bu. Tushunarlimi? Yetib bordimi? Maqsad shu edi, ya'ni bu bizning stikerlar, shu emojilarimiz matn ekanligini isbotlab berishga bu yerda. Tushundingizmi? Vallahi yapab o'tirmay bo'lsa, uxlab qoladi tabii ki. Endi string ustida amallar. Sizlarga savol. Matnga son qo'shib bo'laman? Bo'laman. Demak, shunda Shuhrata bizga 22 ni qo'shamiz, hozircha bo'ladi. Bo'lmaydi, to'g'rimi? Lekin o'z yurtiga qo'shib bo'ladi. Nechta bo'ladi masalan? Men yana yozdim, name dedim. Shodiyona. Age-ncha 15. Qaranglar. Men Shodiyona 15 yoshda deb chiqaracakman. Uni oddiy men print qilib chiqarsam ham bo'laveradi, deydi. Yasam bo'ladi uni Shodiyona 15 yoshda desam bo'lardi, lekin menga bu noqulay va men faqatgina ish so'zdan foydalanishim mumkin. Va bunda men o'zgartirishning maqsadi nima? O'zgartirishning maqsadi sizlar 1000 qator pastda bo'lsangizlar ham, ya'ni print name qilib chiqarib bilishingiz edi. Endi yuqoridagi narsalarni chiqarib cho'g'irib bilishga kerak, tushunarlimi? Maqsad shu aslida. Endi e'tibor beringlar. Men hozir Shodiyonaga yoshini qo'shib beraman. Print yozaman bera. Assalomu alaykum. Birinchisi plus name. Bosamiz. O assalomu alaykum Shodiyona dedimi? Faqat yana bu arasi ochilmay qoldi, yozaman, arasi yopishib qoldi. Buni arasini chatib ochishimiz mumkin. Biz assalomu alaykum qo'shamiz. Pusto joyni. Bo'ladimi? Zo'r bo'ladimi? Assalomu alaykum Shodiyona bo'ldimi endi? Endi qara, endi bir muammo bo'ladi shunda. Men yana qo'shaman endi shunga yozaman bera. Assalomu alaykum Shodiyona, siz yoshing aytishmaydi, yoshing qana? Age. Da ekan siz nima? Nima deyshak? Shodiyona siz 15 yoshda ekansiz deb aytishi kerak edi, to'g'rimi? Lekin aytmadi. Nechta aytmadi shunda. Bu xatolikni o'qilmagan ingliz tilida tushunasizlarmi ekan? Aytadi, to'g'ri aytding ana. Songa matnni qo'shib bo'lmaydi degan menga ashibgani bir turibdi. Topding ana. Bu narsa bu qaranglar. Men shu son hozir qo'shtirnoq qilsam nima bo'ldi shu? Matn bo'ldimi? To'g'rimi? Buni aytsam ishi deb edi, yo'shingiz mumkin 15 da ekansiz dedi. Lekin men buni qaranglar, men buni asl holicha qoldiracakman. Shu sonmi, son type'ida qolsin bu. Faqatgina men printim ichine kelgan vaqtimda ishida matn bo'lsin xolos. Ya'ni ishida matn bo'lib qo'shib chiqsin. Uning uchun nechataman? Men buni eldana str yodlashga o'tib qo'ydim. Bu str desam, sen string san deb o'rgatadi buni, o'qiydi buni ustida o'tiradidan. Keyin bu o'zini stringman deb tasavvur qilib beradi shu yerda. Buni bossak, assalomu alaykum Shodiyona, siz 15 yoshda ekansiz. Ana endi arasam masalada. Tushunarlimi? Bu oddiy qo'shish orqali ma'lumotlarni qo'shadi, ya'ni matnga sonlarni qo'shadi.
Endi qaranglar, mana qo'shishning yana bir usuli bor. Ya'ni qo'shish emas, birga yetkazishi. Print o'ylaymiz. Assalomu alaykum. Video qo'yaman endi. Video qo'yamanda nima deyman? Yana video qo'yaman. Assalomu Shodiyona. Siz demanda yana video qo'yamanda ej deyman. Siz bo'ldi. Buni bosaman. Go'shingiz mumkin. Mana hech qanday string monitoring shart emas, son monitoring shart emas. Nima bo'lsa shuni aytib beradi. Faqatgina video orqali qo'yishim o'zi kifoya. Tushunarlimi? Qaysi asat ekan? Ishon sotmog'i, to'g'rimi? Qarang, bu arasini ochib o'tirish shart emas bunda. O'zi avtomatik ochib beradi ana. Name bilan nanasini. Assalomu alaykum Shodiyona, siz 15 yoshda ekansiz. Tushunarlimi? Biz hozir ikki xil ma'lumotlarni jamlashtirish, birlashtirish usulini ko'rib o'tdik bu yerda. Endi f string bor endi. Biz 3-chi turni ko'ramiz endi. F string juda qulay, eng qulay shu f string. Maslahatim shu f stringga har doim tayinli f string ishlaydi. F string qanday ishlaydi? Print. Hamma yo'ldirma. Shodiyona, aniqmi? Qara, print f string va qavsga, ya'ni qo'shni nuqta ochamiz. Buni ochgandan keyin yozaman bera. Bu yozilgan f'im borku, bu f'ing katta bilan yozaman, kichik bilan yozaman, umuman farqi yo'q. Xohlaganingcha yozasiz. Tushunarlimi? Hech kim seni indamaydi. Lekin kodlarda asosan kichik bilan yozgan ma'qul deb o'tib ketiladi. Tushunarlimi? Men yozish mumkin edi. Assalomu alaykum Shodiyona dejekman masalan yana. Sistemli qovusni ochaman va nom deyman. Ya'ni f string vazifasi matnlar orasida o'zgaruvchini e'lon qilish uchun sistemli qovusni ochib, shu sistemli qovusga o'zgaruvchining nomini yozishim kerak. Tushunarlimi? Endi qarang, assalomu alaykum Shodiyona, siz deyman. Yana sistemli qovus age deyman. Da ekan siz deyman. Bo'ldi ana. Eng osoni shu. Chiqdimi? Ishladimi? Ko'rdingizmi? Demak, o'zgaruvchilarni sistemli qovusning ichida yozishimiz kerak ekan. Asosiy bu katta qarshi tirnoqlari esdan chiqarmagan holatda albatta. Tushundingizmi? Aniqmi? Rayhona, Baxtiyul, Shodiyona, qizlar? Endi /n/t degan narsalar bor bizda. Bular sizlar o'tgansizlar. Men yozaman print, bir chiroyli matn yozaman. Bugun 9-iyul. Endi yangi qatordan yozyapman. Ya'ni yangi qatordan yozish uchun /n 19-yil 2026-yil. Shu /n'im nima bo'ldi? Qaranglar, /n'dagi bu tayaqcha bor, bu tayaqchaning nechik bo'lganidan qaranglar, e'tibor beringlar. Bosaman. Ko'rishingiz mumkin. Bugun 9-iyul 2026-yil. /n yo'qolib ketdi maqbuzada. E'tibor bersangiz, matnlarimizdan ajralibdi o'zi. Ozgina sorroq manchang bo'lib ko'rdik, masalan. Ajralgan endi. Demak, /n bu yangi qatordan yozishlarimiz imkoniyatini yaratib beradi ekan bizlarga. Uch yo'llar yozib olib yo'tlab ko'rsatsa bo'ladi-da. /n. Tushunarlimi? Menimcha esda qoldi. Endi yana birisi bor. /t bor. Kompyuterlaringizda tab nima bo'lsa bajaradi? Tab abzas arasini ko'proq ochib beramadi. Bundan ham xuddi shuni ko'rishingiz mumkin. Arasini ko'proq ochib berdi bu yerda. Bu yana ham qolibdi. Mana, ko'rdingizmi? Arasini ko'proq ochib berdi. /t. Ana u /n ekan shunda inglizchasi new, ya'ni yangi qatordan yozib berish vazifasini bajarib beradi bizlarga. Okeymi? Okey. Endi string metodlarini o'tar edim. Kalalaringiz qabul qilaman ekan bu yer. Hamma oydinmi? Da konca o'taveraymi? Bo'ldi, tamom. Endi string metodlari, ya'ni matnlar ustida amallar bajaramiz biz.
matnlar ustida amal bajarish biza hozir bugungi darsimizda sonlarni unutamiz. Float, integer unutgan holatda faqat string bilan ishlaymiz. Qaranglar, biza o'zgaruvchi yaratishni o'rgandik. Mana yozaman. Nami teng Baxtigul deyman. Yana shu Baxtigul degan so'zlarni men xato yozaman. B X G L. Ya'ni nima ism har doim birinchi harfi katta bilan boshlanishi kerak va qolgan harflar kichik bo'lishi kerak, to'g'rimi? Yozishda. Biz endi shularni kod orqali to'g'rilaymiz. Qanday? Print qavsni ochaman va yozaman kanallar. O'zgaruvchi modnovi name nuqta demaydi. Nuqta orqali bajariladigan metodlar. Birinchisi title. Title metodining vazifasi bizlar birinchi so'zimizni katta qiladi, qolganlarini kichik qilib beradi. O'zgardimi? To'g'rilandimi? Ikkinchisi print name nuqta lower. Hammasini kichik qilib beradi. Lower. Yozib olinglar. Har safar so'rayman. Keyingisi kapitalize. Kapitalizening vazifasi birinchi so'z katta bo'ladi, qolganlari kichik bo'ladi. Bu qachon ishlaydi? Masalan, Baxtigul familiyang nimada? Ha? Ibrahimova. Masalan, ini kichiklardan qaranglar. Title'da har birisi katta bo'ladi. Qarang. Title'da har bir so'zimizning birinchi harfi katta, kapitalize desa faqat birinchi so'zing katta, qolgan hammasi kichik bo'lib yoziladi bu yerda. Tushunarlimi? Kapitaliz bilan title farqini barizlar shunda. Endi qaranglar. Title, lower, capitalize, upper bor endi. Upperning vazifasi hamma so'zimizni katta qilib yozib beradi. Tushunarlimi? E'tiborda to'g'rimi? Bu yerda asosiy 4 dona formulasi bor. Title, capitalize, lower, upper. 4 donasini yodlab yaxshilab qo'yamiz. Endi strip, L strip, R strip degan narsalar bor. Strip. Stripning vazifasi nima? Strip qanday ishlaydi? Men yana bir o'zgaruvchi olayin shu yerda pastda. Men ishda rayhonda ne oldim? Lekin e'tibor bersangizlar, ikki chetdan ham bo'shliqlar bor, ya'ni probellar bor, to'g'rimi? Men print deyman. O'zgaruvchimdan rayhona name yordam beradi. Nuqta R strip. R strip degani R deyamiz, right degani. Right degani nima degan rayhona? O'ng degani, to'g'rimi? O'ng taraf. Sen ishida hozir o'ng tarafing qaysi? R-mi, A-mi? Qaysi o'ng taraf? R-mi, A-mi? A, to'g'rimi? Qara endi. Hozir bizlar nimani bilmasligi mumkin. Masalan, imchni chiqargan e'tibor bermanglar. Imchni chiqarib bilasizlarmi? Bu strip metodlarimiz har doim uyda o'zi ishlaydi. Ya'ni o'zini ko'p berishgan, devorni tendasi shaygan, print ichida shaygan strip. Endi print nami degan bo'lsak, qara, ishlaydigan bo'lsak, ko'rish mumkin. Bizlarga ko'rinmasligi mumkin, lekin o'ng tarafdagi bu bo'shliqni olib tashladi hozir shunday. Tushunarlimi? Ishonmasak, buni L strip deb ko'ramiz. Uydagi bo'shliqqa qarashaydi, to'g'rimi? Split ketdik bu. L strip. L strip. Strip. Yana split deb yozardim men bolalar. Aytinglar shuni. R strip L strip. Sama söylemeyin nam boşu. Evet, split gitti.
R stripni o'ng taraf oldi. Endi buni L strip desak, chap tarafi 100% olib tashlaydi. Ko'rdingizmi? Mana print ichida ishlatasiz. Men split bilan strip almashtiryapman, uzr. Split boshqa narsa, split ham ko'rib beraman. Bugungi mavzularimiz taalluqli narsa bor. Bu strip ko'rdingizmi? L strip chap tarafdagini olib tashladi, R strip bo'lsa o'ng tarafdagini olib tashladi bizlar. Endi ikki tarafdagini olib tashlash uchun chetamiz. Faqatgina biza stripni o'zini yasab qo'yamiz. Stripni o'zini yasak ham bizlar ikki chetdagi probellarni yo'qotishga yordam beradi. Tushunarlimi? Atabek strip vositasi nima ekan? Bo'ldi, sen shuni yodlab qo'y. Neyse, ben kellezga o'tirib bilaman, input'i. Davay. Eng oxirgi input qapti. Endi qaranglar. Input. Endi nima? Put no? Ha? Qilmoq? Qo'ymoq, to'g'rimi? Input. Buni ikki bo'lib o'qishni to'g'ri, inputda o'qiymiz to'g'ri. Input masalan aytaman, esaqanglar, bu ma'lumot so'rash uchun ishlatiladi. Yana e'tibor berib turgan bo'lsangizlar, men to'g'ri nom edim, nomiga to'g'ri o'zgartirish berib ketdim, qiymat berib ketdim, masalan, Rayhona dedim, to'g'rimi? Bo'ldi. Endi men million qator pasa tushsam ham, men print name degan bo'lsam, menga Rayhona keladi, to'g'rimi? Men yangi ma'lumot o'z yetirishak bo'lsam, yana million qator yuqori chiqamanda, mana keyin kelamanda baxtli gul deyman. To'g'rimi? Bu menga qiyinchilik tug'diradi. Bu narsa noto'g'ri narsa aslında. Endi men zo'rini topaman. Name deb yana o'zgartira olaveraman. Yana shu ismdek, har sabab nima o'tdi. Ism deyman, teng deyman. Input foydalanuvchidan ma'lumot so'rash. Qara, qo'shnoq ochaman. Qo'shnoq uchun любой so'z yozish mumkin. Ismingizni kiriting. Ikkinchi to'qamandan birdan problem ochib qo'yaman. Arasi asl turish uchun. Ismingizni kiriting, print ism deyman. Va buni ishlashaman, qara. Bosaman. Уже ko'rishingiz mumkin. Men ismimni kiritishim so'rab deb edi. Ko'rdingizmi? Bosaman, menga Amirxondan chiqarib berdi. Men buni do'lashim mumkinmi endi? F string ichida. Yani yozib qo'ydim. Assalomu alaykum. Sistema ko'z ichida ism bosaman. Amirxon. Assalomu alaykum Amirxon. Endi любой birisiga salom beradi bu. Shuhrat. Salom Shuhrat. Tushunarlimi? Inputning vazifasi. Qizlar, yetib bordingmi? Shodiyona tushundingmi axir? Ana bo'ldi. Bugungi mavzularimiz shulardan iborat edi. Ya qaranglar, biz bu sistemni ko'z bo'lib qaranglar. Sistemni ko'z ichida bir nuqta qilib turib, title qilib ham foydalansak bo'ladi. Ya'ni title, capitalize, lower, upper. Masalan, qara. Ibra yaraman, ismimni kichik yozaman. Amirxon deyman. Ibra men katta bilan keladi. Yetib bordimi? Men qabul qiljakmanmi-da? Qiyinchilik yo'qmi? Asas sizlarga bir misollar berilgan. 4tadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dona misol berilgan ekan. Shu 16 dona misolni yozasizlar. Ibida yo'q, yorsin bo'laman. 5 modul metabolni yasashlar bunda. Dars tushunarlimi? Asas zapisini o'chiramiz.